Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Migratsiya agentligi Rossiyaning elchisi bilan uchrashuv o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Gerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyatini qonuniy va xavfsiz yo'l bilan tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar mehnat migratsiyasi bo'yicha pilot loyihani qayta yo'lga qo'yish masalasida ham fikr almashdilar. Xususan, migratsiya tartib-taomillarni, tibbiy ko'rik va rus tili imtihonlarini Toshkent va Jizzaxdagi Rossiya oliy ta'lim muassasalari filiallariga ko'chirish, shuningdek, rus tili tarixi va qonunchiligi bo'yicha o'quv markazlarini tashkil etish rejalari muhokama etildi. Uchrashuvda kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchilar va ishlab chiqarish sohasi mutaxassislarini tayyorlashda Rossiyadan pedagog va ekspertlarni jalb qilish masalasi ham ko'rib chiqildi. Muloqotda shuningdek, Rossiyadagi migratsiya nazorati va reydlar jarayonida O'zbekiston fuqarolari huquqlarining buzilmasligi va ularga nisbatan adolatli munosabatni ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlandi. Tomonlar migratsiya sohasidagi dolzarb masalalarni tezkor hal qilish maqsadida ichki guruh doirasidagi muntazam uchrashuvlar o'tkazib borish haqida kelishib oldilar. Amina ilovasida yolg'on yashash manzilini taqdim etgan chet el fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuborildi. Amina mobil ilovasida u yashash joyi sifatida davlat organi binolardan birining manzilini ko'rsatgan edi. Ammo ushbu holat politsiya nazariga tushgan va tekshiruvda uning bu manzilda yashamasligi aniq bo'ldi va u Rossiyadan deportatsiya qilindi. Rossiya rus tili rasmiy til bo'lgan mamlakatlarda haydovchi sifatida ishlashga borayotganlarning haydovchilik guvohnomalarini tan oladi. Bu haqda Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin parlament quyi palatasining yalpi majlisida ma'lum qildi. Rus tili rasmiy til bo'lmagan mamlakatlardan kelganlarning haydovchilik guvohnomasini tan olmaymiz. Bunda ushbu davlat fuqarolari qoidalar va imtihonlardan o'tishi kerak. Shundan keyingina ularning haydovchilik guvohnomasini tan olish mumkin bo'ladi, deydi Volodin. Shuningdek, Rossiyada chet elliklarning haydovchilik guvohnomasini tan olishda rus tilini bilish asosiy masala ekanini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiyaga borayotgan va u yerda ishlashni haydovchilar uchun bir qator talablar bor. Rossiyaning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, xorijiy haydovchilik guvohnomalari Rossiyada tan olinadi. Ular rus tiliga tarjima qilingan va notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak. 196 sonli federal qonunning 25-moddasi 12-bandiga binoan chet elliklar Rossiyada ishlash uchun imtihon topshirishi va rus tilli haydovchilik guvohnomasini tan olishi kerak. Masalan, taksi haydovchisi sifatida. Rossiyada davlat kvotalari bo'yicha kelgan migrantlar endi mamlakatga kirishda rus tili imtihonni topshirishlari shart emasligi haqida yangi qonun loyihasi qabul qilindi. Qaror Federatsiya Kengashi tomonidan ma'qullandi. Biroq bu yengillik fuqarolarga taalluqli emas. Tibbiyot xodimlari uchun rus tili talabi saqlanib qolmoqda. Tanqidlardan so'ng ular uchun imtihondan voz kechish g'oyasi rad etildi. Voronejda 21 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov yakunlandi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, u internetda giyohvand moddalar sotishga urinishda ayblanmoqda. Yigit katta miqdorda giyohvand moddalar sotishiga aralashgani iddio qilinmoqda. Tergovchilarning ta'kidlashicha, u may oyida Voronej viloyatida metadon sotadigan guruh bilan internet orqali bog'langan. Avgust oyida u xaridorlarga tarqatish uchun giyohvand moddalarni yashirishga urinish paytida hibsga olingan. Huquqni muhofaza qilish organlari ma'lumotlariga ko'ra, Voronejda 245 ta paket solingan giyohvand moddalar 20 taga yaqin joyda topilgan. Barcha o'rimlar musodara qilingan. Jinoyat ishi sudga yuborilgan.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi prezidenti Shavkat Ayupovning so'zlariga ko'ra, Kurchatov nomidagi Rossiyaning atom energetikasi sohasidagi yetakchi ilmiy-tadqiqot instituti O'zbekistonda filialni ochishni rejalashtirgan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston va Rossiya umumiy ilmiy an'analarga va hamkorlikni chuqurlashtirish uchun mustahkam poydevorga ega. Ma'lumot uchun, hozirda O'zbekistonda Rossiya universitetlarining 10 dan ortiq filiali faoliyat ko'rsatmoqda.